Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz butun jamoamiz bilan birgalikda Andijondagi eng katta akvaparkga, ya'ni Atlantisga tashrif buyuramiz. O'rtoqlar, biz уже yo'lga chiqdik. Qanaqa? Charchadik. O'rtoqlar, albatta videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada fikringizni yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ko'pchilik odam cho'milayotganiga videoga olishgan nimaga? O'rtoqlar, biz sizlarga iloji boricha atmosferani ko'rsatishga harakat qilamiz. Atmosfera вообще bomba. Kelinglar, akaga, kelinglar. Jigarlar, yana aytaman, bu yerga atmosfera вообще bomba, kelishlarni tavsiya beraman. Lokatsiyasini описаниеga qoldirib qo'yamiz. YouTube'dan ko'rib, podpisatsiya va like bosib qo'yishlarni so'rab qolamiz. Kelishlarni so'rab qolamiz, yana bir so'rab qolamiz. Operatorlikka olib kelgan ukalarim hammasi basseynda suzishyapti. Men bularni videoga olyapman. Hop, izoh va fikrlar kelgan ekanmiz. Bugungi kunimiz juda ham ajoyib o'tdi. O'zi bugun kech keldi deb o'yladim, lekin 2 soatdan beri cho'milyapmiz, maza qildik. Va xulosa shundaki, kelinglar issiq kunda cho'milinglar, maza qilib. Atlantis akvaparkida birgalikda ko'rishamiz. Abdulaziz nazoratingizda Janarada Jigizga jetgan Marsel Nurlar Ho'kizni qaranglar, katta ho'kizni. O'rtoqlar, shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Hammanglarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bu birinchi videoligi uchun ozgina hayajon bo'lyapti, to'g'risini aytsam. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Podpisatsiya bilan like'larni bosib qo'ysanglar, izohinglarni ham kommentariyada kutaman. Hammanglarga rahmat. Sizlar bilan uzoq jamoasi bo'ldi.